Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zamon Chorvaning ashaddiy obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday qo'ziqo'chqor ishqibozlari. Xo'p, akalar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Saroy qishlog'iga yetib kelganmiz. Saroy qishlog'i Shovon mahallasidan Ulug'bek akamizga xudo xolasa 200 dan ortiq qo'ziqo'chqorlarga barcha to'liq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Videolarimiz boshlashdan oldin bittadan ko'rishdan oldin bittadan like tugmasini bosib, kommentariyaga otangga rahmat so'zini qoldirib qo'yasizlar. Xudo xolasa videolarimizni boshlariga Ulug'bek aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismoil. Assalomu alaykum. Zamon Chorva obunachilari. Shu ukamiz kanali yangi ekan, astir obuna tugmasini bosib, like ni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Eng arzonini chiqarib boraman. Qayda arzon qo'y bo'lsa, shuni chiqarib, qo'llab-quvvatlab, bo'shim odamlarga eng zo'ridan tavsiya qilaman deb turibdilar. Like ni bosinlar, obuna qo'ydi, bo'shim arzon qo'yib beraman. Kanalingiz rivoji uchun kanal qo'y qo'yamiz. Aka, bugunga nechta partiya qo'y chiqaramiz, nechta qo'y bor? Ikkita partiya qo'y qo'yamiz. O uzun soni juda ko'p. Juda ko'p aka. Endi issiqda qiynamasdan chicha qo'y beramiz, o'ta lekin zo'r video bo'ladi. Narxi o'ta qulay. Arzon bo'ladi aka. Bishkekda Arashan qo'zilardan qo'yamiz. Akalar, o'zini sultonlari mana birma-bir ko'rasizlar, xudo xolasa 5 million, 4 million, 8 ming so'm sotilayotgan qo'ylar xudo xolasa bugun Ulug'bek akamizda arzon bo'ladi. Aka, bular qachon keldi? Soni nechta aka? Bular bir 2 kun bo'ldi kelgan. 2 kun bo'ldi. Ayda 60 tami shunday soni. Uzun birinchi partiyasiga 60 ta. Uzun soni 245 ta qo'y bor. 245 ta qo'y bor aka. Xo'p, aka, bular yemoq ichmog'i sinovdan o'tdi, xudo xolasa aka. Yemoq ichmog'iga sinovoqlari bor. Yeb ichishdan umuman muammo yo'q. Yeb ichishdan muammosi yo'q aka. Ularga borgandan keyin bir hafta garantiya, ana shu oq qo'ylardan qonini ko'rsatimda qo'yiladi. Qo'ylar yemasa ichmasa bunday bo'lmaydi obunachilar. Xo'p, uylariga borgandan keyin bir hafta sinomog'i bor aka. Aka, buni yosh oyliklari qanaqa? 7 oylik bu. 7 oylik atrofida aka. To'xli variantida. To'xli variantida olib borib, xudo xolasa yemini berishaveradi. Albatta. Xo'p, aka, bo'ylari qanaqa buni? Endi onlayn, offlayn oladigan obunachilar bor. 75 plus-minusga berilaveradi aka. Albatta. Xo'p, asosan aka 100% sariqlardan aka, 95% atrofida bir ikkita manaqa ozgina chachishganlari bor ekan. Xo'p, aka, buni dastlabki xizmatlarimiz qanday bo'ladi aka? 10 ta olsa Toshkentgacha, 20 ta olsa Samarqandgacha. Samarqandgacha. 25 ta 30 ta olsa butun O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Bitta ikkita olsa-chi aka? Bitta ikkitaga ham kelsa qaygacha bo'lsa yetkazib beramiz. Yetkazib berilaveradi aka. Dastlabkasiga prosta ichcha qo'shilib ketadi. Qo'shiladi, shu xolos aka. Xo'p, Bishkekda qo'sini olaman, xudo xolasa o'zim tarbiyalayman, zotga, go'sht yo'nalishiga boqaman degan obunachilar telefon qilsa, xudo xolasa narxi qulay bo'ladi. Ulug'bek aka, qarang, bitta, ikkita, 5 ta, 10 ta oladigan obunachilar bor. Hammasini oladigan obunachilarga narxini bitta chiroyli qo'yib bering aka. Sizni kanalingiz yangilik uchun, kanal rivoji uchun 4 million 400 ming so'mdan aksiya narxida bo'ldi. 48-47 lik qo'ylar 4 million 400 ming so'mdan. 4 million 400 ming so'mdan. 400 ming so'mdan. Qarang, bizning kanalimizda chiroyli narx bo'ldi. Xo'p, bozordan 500 ming arzon bo'ldi. Rostdan, realni men qo'y tepasida turibman. Endi kanalimizga yana bitta chiroyli qilib skidka qiling aka. Narxini chiroyli qilib mana obunachilarga. Yo'q, yaxshi narx qo'ydingiz. Yanada ham bitta yaxshi narx qo'ygan aka. Zamon Chorvadan chiqyapmansa 4 million 300 mingni olasiz. 4 million 300 ming so'mdan bitta olsa ham. Bitta olsa ham, 10 ta olsa ham, nechta oladigan odam ham inson, odam. Duo qilib like ni bossin, eng aligisi kanalga obuna bo'lsin bo'ldi. 4 million 300 ming so'mdan bitta olsin. Hammasini olganga narx qanday Ulug'bek aka? Hammasini bir joyga tortdim aka. Dastlabkasini Samarqandgacha qilib ber, qo'ying yo'qdi deb xoh tepasida ko'rib olsin, xoh onlayn olsin. Qo'ylar qonini ko'ryapsizmi? Qo'ylar qonini bilan ham ko'rsatingda. Qo'ylarni qonini ko'rsatyapman aka. O'zingiz ko'rib tursiz, buni 4 million 300 ming so'mdan yana o'tib berib ham bo'ladimi, Ismoil? Aka, kanal rivoj uchun. Maqsad sotishmi aka? Kanalingizga arzon qo'yib beraman desam, sizdan boshidan tepkilashni boshlar ekansiz-da. Blogerlarga tegan kasal shikili. Aka, hamma bloger obunachi taraf bo'ladi. Qarang, bitta chiroyli qilib o'tib bering. Obunachilaringiz telefon qiladi, ha deng. Hammasini 60 tasini bir joyga oldim degan odamga 4 million 200 ming so'm. Bar aka. Aka, qarang, narx yana ham zo'r bo'ldi. Qarang. Shuni bitta obunachiga ham qilaylik aka. 4 million 200 ming so'm qo'yingiz tugaydi aka. 43 dan qo'ydi bitta olganga Ismoil, buni unaqa qilib ziyon qilib qolasiz, Ismoil. Hammasini bir joyga olganga 4 million 100 mingdan o'tib bering, chiroyli qilib Ulug'bek aka. 4 million 200 mingga talla olsin. Aka, obunachilarga olib sotayotganda Ulug'bekka, Zamon Chorvaga rahmat deb duo qilib qo'yishadi bitta aka mana. Hammasini bir joyga tortdim degan obunachiga. Ismoil, o'zi yaxshi narx bo'ldi.
O'tib berib bo'lmaydi. Telefon qilsa o'zlariga chiray qilib o'tib berasiz. Barbar aka. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakatli qilsin aka. Qo'ydimda bitta o'tadi, ko'rsatdim. Obunachilar bitta mana, misol screenshot qilaman, musofirdagi do'stlarimiz telefon qilsa, misol ish bitishga mana bitta ko'rsatamiz. Aka endi musofirdagi akalarimiz uyda erkak kishi yo'q deb telefon qilsa, mana misol baribir doktor aytish bor aka, ukor vaksinasi, ichki tashqi parazitka shamollashga qarshi ukor vaksinasi bonus tarzda qilib berasiz obunachilarga. Telefon qilishaveraman mana. Telefon qilsa chiday qilib o'tib berasiz. Ey, hammasini olganga 4 million 100 ming so'mdan, ha deb turing. 10 ta, 20 ta, 5 ta olganga 4 million 200 ming so'mdan ketaveradi. Barbar aka. Olganga ham sotganga ham Alloh baraka bersin. Akalar, realniy narx mana arzon bo'ldi. Bozordan 300 ming, 400 ming so'm arzon bo'ldi. Mana qo'yiladi bozorda. 6 million kami bor deb hijolat qilganingizni ham 4,5 million so'raysiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, Ulug'bekga yana bormi ya? Ular bor aka. Xo'p, obunachilar navbatni ikkinchi partiyaga beramiz. Videoda oxirigacha ko'rib turinglar, narx bor. Bundan ham arzon bo'ladi. Ikkinchi partiyasiga Ismoil qo'ydi zo'rini ko'rsatdi degan obunachilarga soni nechta Ulug'bek aka? 12 ta. 12 ta, bir pachka. Aka bu ham Qirg'iziston Bishkekda o'zlari. Hozirgidan qora variantlardan aka. Qo'chqorning qorasi zo'r go'sht belardi. Men qorasidan boqaman. Narx arzonidan boqaman. Qora zo'r oyoq qo'li baquvvat bo'lsa, narx arzon bo'lsa degan obunachilar rasmiy. Soni nechta dedingiz? 12 ta. 12 ta, bir pachka, bir kishini qo'yi. Bir kishini qo'yi. Bitta ochib olib qo'yib, ishini yemga tashlayveradilar. Oyoq qo'li baquvvat, bo'ylari 75 plyusda. Vobshim to'g'ri variant qo'chqordi. Qarang aka, men ko'ryapman hozirgi sariqlagan nisbatan bu qo'ydi gazi ham uzun, beli baquvvat, oyoq qo'llari ham, oyoq qo'li ham, dastaklari ham baquvvat, iligi to'la. Iligi to'la qo'y ekan. Endi aka buni narxini qarang. Bizning kanalda birma-bir ikkinchi birinchi partiyasi narxi balandroq bo'lganmiz, ikkinchi partiyasiga qarang aka. Birinchi boshiga ko'p qo'ydi qo'yib berdim-da, gala qo'ydi. Buni narxi uni narxidan to'g'ri kelmaydi-da, bu qo'ydi ichida 4 million 100 bermaydi. Juni bilan 5 million sotilayotgan qo'y bozorda. Agar mana shu qo'ydi juni bo'lsa 5 million so'm. Obunachilar biladi o'zi qo'y juni olingandan keyincha kichkina ya. Yo, biladi. Qarang kanalimizda, qarang, shunday narxlar shunday tushib boradi aka. Endi hozir bu qo'ydik narxini to'g'ri yirik qo'ylar uzun mana birma-bir obunachi ko'ringlar. Birma-bir o'tkazib beraman. Lekin narxi aka aytyapman, ikkinchi partiyasiga pasaytirib bermasangiz bo'lmaydi obunachilar. Maqsad sotish bo'lsa ekan, narxini qulay qo'ying. Men Zamon Chorvadan chiyapsa 4 million 200 ming so'mdan beraman. Mayli 44 qo'yaman. Yo'q, qarang, yo'q, 4 million 200 mingdan yo'q. To'g'ri, 4 million 200 mingdan ham qo'y arzon. Qarang, aytyapman-ku, hammasini bir yerga oladi obunachilar 4 million 100 ming so'mdan dastlabkasini chidab qilib berasiz. Qo'ydi-ya. Shu qo'ydi. Barbar aka. Aka qarang. Mana obunachilar buni like deb bosishsa bor, aka qarang. Like deb bosib, obuna bo'lib telefon qilsin ko'rib olaman. Aka, xudo xolasa obuna bo'lib telefon qilishadi aka. Tinlab, pishib, obunachilar uchun video qilinyapti, Ismoil. Aka, narxi bor-ku, gap yo'q. Otangizga rahmat, narx qulay bo'ldi aka. Xo'p, aka, xudo xolasa yana qo'zilar keladi deyapsiz. Kelishsa obunachilar xudo xolasa ish bitadi aka. Shu yerga qayerdan olasiz? Xudo xolasa. Katta partiya kelayotgan 570 ta. 570 talar. Xudo xolasa obunachilar Ulug'bek akamizda qo'y umuman uzilmaydi. 500 ta, 400 ta Optum Jetdan dashi 1000 tagacha olib kiradi. Shovonda Ulug'bek arzonchi desa, hamma taniydi aka. Albatta. Xudo xolasa hammani chorvasiga, boqayotgan qo'yiga, topayotgan puliga hop Alloh baraka bersin. Xudo xolasa telefon qilsalaring, onlayn, offlayn oladigan odamlar bor aka. Xudo xolasa Telegram, WhatsApplar bor, nomeringizni qo'yib qo'yaman. Shunday qilib telefon qilsalaring, xudo xolasa Ulug'bek akamiz ishni bitiradi. Yetkazib beramiz, bir hafta garantiyasini ham beramiz. Garantiyasi ham bor aka. Telefon qiling, hop aloqaga chiqing, birinchilardan bo'lib qo'ydi oling.